$500,000 pul topib olsaydim, maza yeyman, yotaman. Birinchi navbatda ana sunnat haromni $1000 pulini berardim. Ustiga qo'shib og'ziga bir $200 ham tiqardim. Ne to'y, har kun so'raysan. $200, mana $200. Mingni bersam ham bo'ladi. O'zini pulini. $900 berib $100 qo'limga pul tushgan payt bersam-chi. Undan keyin bitta shahodat tasdim. Siz 500,000, 600,000 topib olsam bo'larga. Kimdir ko'zi tegdi-da menga. Ko'zga yaqin odamman. Ha, nimaga yig'layapsiz? $500,000 pul topib olgan edim. Biznes qildim hayolimda. Bankrot bo'lib qarzga kirib ketdim. И был ты счастливчик, а стал ты банкрот.